Assalomu alaykum. Bugun ekub va ekubga doir misol ko'ramiz. Demak, ekubi 8, 12, n sonlarning ekubi 4 ga teng ekan. Ekubi esa o'shalarni 48 ga teng. N nechta debdi? Demak, biz 8 ni kanonik, ya'ni to'p ko'paytiruvchiga ajratsak 2 ning kubi, 12 imiz bu 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning birinchisi. Endi biz 2 ning alfayisi ko'paytirilgan 3 ning bittanchisi desak, ekub qanaqa topiladi? Darajalari bir xillarining, demak, kichiga olinadi. Mana endi 3 ning 0-chisi bor deb farz qilsak bo'ladi. Demak, shunda biz ekubda eng kichik darajasi eng kichik mana 4 bo'ladi. Demak, bu 2 ning kvadrati, bu esa 2 ning kubi. Demak, 2 kubini olmaymiz, faqat 4 ni olamiz. Demak, bu yerda bizda alfamiz katta yoki teng bo'lishi kerak ekan. Katta yoki teng bo'lishi kerak ekan 2 dan. To'g'rimi? Agar 2 bo'lsa, mana shu 4 barib olmayveradi. Agar undan katta bo'lishi ham mumkin. Demak, o'shanda biz ekubimiz 4 bo'ladi. Lekin ekubda qanaqa bo'ladi? Ekubda kattasi olinadi. Ya'ni 2 ning kubi, 2 ning kubi mana yozib qo'ying. Ekub. Mana shular ekubi teng bo'ladi. 2 ning kubi, demak 8. 6 qoldi. 6 bo'lsa, demak mana bu 16 kara 3 degani, to'g'rimi? 16 kara 3. Demak, bu yerda biz nima qilyapmiz? 2 ning 4-chisi emas, 2 ning 4-chisi emas. 3-chisi emas, 2 ning 4-chisini olishimiz kerak va 3 ning 1-chisini olishimiz kerak. Bu yerda 2 ning 4 yo'q. Demak, bizda alfamiz 4 ekan, 4. Shunda 2 ning 4-chisi olinyapti. 3 ning 1-chisi bu yerda bor. Demak, bettamiz katta yoki teng 0 dan bo'lishi kerak ekan. 0 ham bo'lishi mumkin, 1 ham bo'lishi mumkin. Demak, 3 ning 1-chisi bu 48. Demak, agar n'imiz, demak 16 ko'paytirilgan 3 ning bettanchisi bo'ladi. Demak, biz betda lekin 1 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Nega? 2 bo'lsa ekubiga ta'sir qilib ketadi. Shuning uchun bu yerda bizda agar betda 0 bo'lsa, bu n'imiz 16 ga teng. Bu yerda bettamiz agar 1 bo'lsa, n'imiz 48 ga teng ekan. Demak, nechta n bor desa, n 16 bo'lishi mumkin, n 48 bo'lishi mumkin.